28-chi misolga kelib qo'ygandik. 6-mavzu. Xo'sh, 60 gradusga berilyapti va BCA burchak, ya'ni mana BCA burchak deyman, alfa burchak. Shu alfa burchakning sinusi 4/5 ga teng deyapti. Demak, bunda sinus alfa 4/5 ga teng deb yoza olamiz. A bu tomon x bo'lsa, shu x toping deyapti. Demak, sinuslar teoremasi sinus 60 taqsim sinus 60 taqsim 6 ilzosi 3 teng sinus alfa taqsim x. Sinus alfa taqsim x. Sinus 60 da ilzosi 3 taqsim 2 ga teng taqsim 6 ilzosi 3 teng sinus alfa 4/5 ga teng. 4/5 taqsim x. Mana bu ilzosi 3lar qisqaradigan bo'lsa 2 bilan 6 ko'payadi. 5 bilan x ko'payadi. Bilamiz buni. Arifmetika 1/12 teng 4/5x. Proporsiya qilsak 5x teng 48 ga, x teng 48/5 ga. Kasr ko'rinishi yoki 48/5 9/6 deb olsanglar ham bo'laveradi. 29-chi misolimiz. 29-chi misolimizda A, B, C mana bu 60 berilyapti. A, C 4/3 mana berilgan. Sinus B, A, C, B, A, C mana A burchak sinusi. Sinus alfa 3/4 ga teng ekan. 3/4 ga teng. Sinus teoremasi tuzamiz bunga. Sinus alfa taqsim x teng sinus 60 taqsim 4/3. Demak, sinus alfa 3/4 ga teng. 3/4 ni x ga nisbati sinus 60 ilzosi 3/2 ga teng taqsim 4/3. Shundan proporsiya qilib, mana bu yuqoridagi misolga o'xshab davom ettirib arifmetikasini ishlab qo'yasizlar. Demak, bu yerda BCA 45 gradus deyapti. Mana BCA 45 gradus. Sinus BAC degani BAC alfa burchakning sinusi. Ya'ni sinus alfa demoqchi. Sinus alfa 5/8 ga teng. BC ni toping, x toping deyapti. Bu ham sinus teoremasi. Sinus alfa taqsim x sinus 45 taqsim. Xo'sh, 8 ilzosi 2. Sinus alfa taqsim x sinus 45 taqsim 8 ilzosi 2. Sinus alfani joyiga 5/8 qo'yamiz. Taqsim x teng ilzosi 2 taqsim 2 taqsim 8 ilzosi 2. Buni ham proporsiya qilib oxirgi yetkazib qo'yamiz hisob kitobini. Xo'sh, 31-chi misolimiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana BCA alfa bo'lsa, sinus alfani toping debdi. Endi bu yerda sinus teoremasi bo'yicha sinus teoremasi oladigan bo'lsak, sinus alfani 6 ga nisbati sinus alfa taqsim 6 teng sinus 45 taqsim 4 ilzosi 2. Xo'sh, sinus 45 taqsim 4 ilzosi 2. Sinus alfa taqsim mana bu sinus alfani topishimiz kerak. 6 ni proporsiya qilib beraveramiz. Sinus alfa barobar 6 ko'paytirilgan sinus 45 ta ilzosi 2 taqsim 2 taqsim 4 ilzosi 2. Bu yerda ilzosi 2 bilan qisqarsa 6 bilan 2 bilan 6 ni qisqartirsak 3 bo'ladi. Shunda sinus alfamiz yuqorida ochiq qoldi, mahrajda 4. 3/4 ga tenglik kelib chiqadi. 32-chi misolimiz ham xuddi shunaqa. 31-chi misolga o'xshash misol. Bunga sinus teoremasini olamiz. Sinus alfani 4 ga nisbati sinus 45 8 ga nisbati. Sinus alfa taqsim 4 sinus 45 taqsim xo'sh 8. Shundan sinus alfa sinus 45 da ilzosi 2 taqsim 2 ga teng taqsim 8. Qisqartiramiz 2 bilan 8 qisqartirsak 4 sinus alfa ilzosi 2 taqsim 4 ga teng. Bu yerda ham xuddi shu muammo. Sinus teoremasini yozib qo'yamiz. O'zlarining arifmetikasini oxiriga yetkazasizlar. Sinus alfani ilzosi 3 ga nisbati sinus alfa taqsim ilzosi 3 sinus 45 taqsim sinus 45 taqsim ilzosi 2. Sinus 45 da yozib qo'yaman buni ham. Yuqorida ham yozganman. Sinus 45 gradusda ilzosi 2 taqsim 2 qo'yib, arifmetikasini oxiriga yetkazib qo'yasizlar. Xo'sh. Demak, 34-chi misolimizda xo'sh, BC x ga teng bo'ladigan bo'lsa debdi.
nimalar berilgan? 75 gradus berilgan, 45 gradus berilgan. 75 ga 45 ni qo'shadigan bo'lsak, 120 bo'ladi. Albatta, mana bu burchagimiz 60 bo'lishga majbur bo'ladi. Endi sinuslar teoremasini tuzadigan bo'lsak, sinus 45 dan 3/2 ga nisbati 3/2 ga nisbati, xo'sh, sinus 60 ni x ga nisbati. Sinus 60 ni x ga nisbati. Bu ham 2 taqsim 2 ni 3/2 ga nisbati. Sinus 60 3 taqsim 2 ni x ga nisbati. Mana ikkilarni qisqartirib proporsiyaga qo'yamiz buni ham. Xo'sh, ana endi 45 15 ikkalasining yig'indisi 60, 180 dan 60 dan ayrsam, mana bu yerda 120 qoladi. Bunga ham sinus teoremasini tuzadigan bo'lsak, sinus 45 ni x ga nisbati. Sinus 45 ni x ga nisbati, sinus 120 ni, xo'sh, sinus 120 gradusni 12/3 ga nisbati. Demak, sinus 45 gradus 2 taqsim 2 ni x ga nisbati, sinus 120 da 3 taqsim 2 ni 12/3 ga nisbati. 3larni qisqartiramiz. Mana bu yerda bundoq qisqaradigan bo'lsa, proporsiya qilib oladigan bo'lsa, yuqorida 1 qoldi. 12 borib 2 ga ko'paysa, x barobar 12/2. Xo'sh, 36-misolimizga qaraymiz. 36-misolimiz ham xuddi shunaqa sinus teoremasida tushadigan misol. 30 15 bo'lsa, ikkalasining yig'indisi 45 bo'ladi. 180 dan 45 ayirsak, mana bu 135 gradus bo'ladi. Sinus teoremasiga ko'ra sinus 30 taqsim 2 teng sinus 135 taqsim 16/2. Xo'sh, sinus 30 taqsim x, sinus 31 taqsim 2 ni x ga nisbati, sinus 135 da 2 taqsim 2 ga teng. Ni 16/2 ga nisbati. Bu yerdan bir ikkilar qisqaradigan bo'lsa, 2 ni qisqartirsak, proporsiya qilib olsak, x 16 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'sh, 37-misolimizda nimalar berilgan? Bu 37-misoldan boshlab kosinus teoremasi. Ikkita berilgan tomon hamda orasidagi burchak berilgan bo'lsa, ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa, qarshi tomon topishda kosinus teoremasini ko'ramiz. X kvadrat teng 16 ni kvadrat plus 10 ni kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus 60. Demak, x kvadrat teng 16 256 plus 100 minus 2 ko'paytirilgan 16 kare 10 160 ko'paytirilgan kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Ikkilar qisqaradi. X kvadrat teng 256 356 bo'ladi. 356 dan 160 ni ayiradigan bo'lsak, 196 bo'ladi. Shunda x 14 ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa kosinus teoremasida tushadigan misol. X kvadrat teng 4 ni kvadrat plus 8 ni kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan kosinus 60. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Buni oxirga yozib qo'yasizlar. Yozib qo'yaman mana bu yerda kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Kosinus 60 gradus bundan 1 taqsim 2 qo'yasizlar. Bu yerda ham kosinuslar teoremasiga ko'ra x kvadrat bilyapmiz, qachon kosinuslar teoremasi tushishini. Ikkita tomon va orasidagi burchak berilsa kosinuslar teoremasi. Tomon va qarshisidagi burchak berilsa, u sinuslar teoremasi edi. Yana aytib ketyapman. 3 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus 120. Kosinus 120 gradusda minusdan 1 taqsim 2 ga teng. Mana shu kosinus 120 gradus bilan minus 1 taqsim 2 qo'ysanglar, mana bu 2 bilan maxrajdagi 2 qisqaradida, mana bu plus bo'ladi. Shunda x oxirigacha hisoblaysizlar. Xo'sh, endi bizga bu yerda alfa berilmaganda, to'g'ridan-to'g'ri kosinus alfa berilgan. Kosinus alfa minus 2 taqsim 3 ga teng deyapti. Kosinus teoremasi tuzsak bu chizmaga ko'ra x kvadrat teng 6 ni kvadrati plus 4 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinusi. Kosinus alfa. X kvadrat teng 6 ni kvadrati 36 plus 4 ni kvadrati 16 minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfani joyiga minus 2 taqsim 3 qo'yaman. Minus 2 taqsim 3 qo'ydim mana. Mana 3 bilan 6 ni 3 ga qisqartirsam 2 qoladi. Mana bu minus bilan mana bu minus plusni beradi. X kvadrat teng bu bilan buni yig'indisi 52 bo'ladi. Xo'sh, plus 2 kare 4
8, 8 kare 2, 16, 16 2 ko'paysam 32. Bu jami yig'insa 84 ga teng bo'ladi. X kvadrat 84 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 16 kare 7 ku. Shunda x ni 4 ilzosi 7 deb olsak bo'ladi. 4 ilzosi 7 ning kvadrati 84. Bu yerda ham xuddi shuni mana kosinus alfa berilyapti. Mana nimasini tenglamasini tuzib ketaman. Tayyor hisob kitobimizni qilasizlar. X kvadrat teng ikkita tomoni kvadratlari yig'indisi 4 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinusi. Kosinus alfa. X kvadrat teng 16 plus 25 minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan kosinus alfani joyiga mana 1/4 qo'yamiz. 4 lar qisqaradi va qolgan hisob kitobni davom ettirib qo'yasizlar. Bu yerda ham xuddi shunday kosinus alfa berilgan. X kvadrat teng bo'ladi 4 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinusi 2/3. Oxiriga yetkazib qo'yasizlar buni ham. Endi bu yerda 3 ta tomon berilyapti va mana bu burchakni so'rayapti bizdan. Kosinus teoremasi tuzsak 5 ning kvadrati teng 7 ning kvadrati plus 3 ilzosi 2 ning kvadrati xo'sh minus 2 ko'paytirilgan 3 ilzosi 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinusi ko'paytirilgan kosinus alfa. Hozir shu yerdan kosinus alfa aniqlaymiz. 5 ning kvadrati 25 teng 7 ning kvadrati 49 plus 3 ilzosi 2 ning kvadrati 9 kare 2 18 minus 2 ko'paytirilgan 3 ilzosi 2 6 ilzosi 2 bo'ladi. 7 ga ko'paytirsak 42 ilzosi 2 ko'paytirilgan kosinus alfa. 42 ilzosi 2 kosinus alfa bu tomonga plus bo'lib keladi. Oldida ishora minus 42 ilzosi 2 kosinus alfa teng bo'ladi. 49 ga 18 qo'shsak 67. 67 dan 25 ni ayirsak 42. Kosinus alfa teng 42 taqsim 42 ilzosi 2. 42 lar qisqarsa 1 taqsim ilzosi 2. Irratsionallikni qo'tarsak ilzosi 2 taqsim 2. Kosinus alfa qachon ilzosi 2 taqsim 2 ga teng? Alfa 45 gradus bo'lganda. Xuddi shunday 44-misolimiz ham. Men kosinus teoremasini yozib qo'yaman. Sizlar shundan kosinus alfa aniqlaysizlar. 7 ning kvadrati teng 8 kvadrat plus 5 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan kosinus alfa. Shundan kosinus alfa aniqlab olasizlar. Bu yerda ham xuddi shunday. Tenglama hech qandayda, xuddi tenglamada x toping desa x topamiz-ku, mana normalni bir taraf o'zini bir taraf o'tadi. Xuddi shunday bo'ladi bu ham. 4 ning kvadrati teng 5 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan orasidagi burchak kosinusi. Kosinus alfa. Shu yerdan sizlar kosinus alfa aniqlaysizlar. Bu yerda ham xuddi shunday 6 ning kvadrati teng 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan kosinus alfa. Bu tenglamadan ham kosinus alfani aniqlab olamiz. 47-misol A biz uchburchakda AB bunga chizma chizamiz. Xitoy uchburchagi muntazam va to'g'ri burchaklar deb aytilmagan. AB 10 ilzosi 3 AB deylik mana uni. ABC uchburchak. Mana bu 10 ilzosi 3 bo'la qolsin. BCA 60 gradus. Mana bu burchagimiz 60 gradus bo'lsin. Va BAC 45 gradus. BAC mana bu 45 gradus. Bo'lsa BC tomon uzunligini toping. Sinus teoremasini zo'rlaymiz. Sinus 60 10 ilzosi 3 ga nisbati sinus 60 gradusni 10 ilzosi 3 ga nisbati sinus 45 da sinus 45 gradusni BC ga nisbati. Sinus 60 da ilzosi 3 taqsim 2 ni 10 ilzosi 3 ga nisbati sinus 45 da ilzosi 2 taqsim 2 ni BC ga nisbati. Ikkilarni qisqartiramiz. Ilzosi 3 ni qisqartirsak, proporsiyadan foydalansak BC 10 ilzosi 2 ga teng bo'ladi. 48-misolda ham masala sharti beriladi, chizma berilmayapti. Masala shartiga ko'ra chizma chizamiz. Aytayapti, ABC uchburchak deylik. Ixtiyoriy ABC uchburchak chizamiz mana. ABC uchburchak chizdik. Xo'sh, AC 12 ga teng deyapti. 12 ga teng. BAC 75, BAC mana bu 75 gradus ekan. Xo'sh, BCA 45 gradus, BCA mana bu 45 gradus ekan. Xo'sh, yana AB tomon uzunligini toping debdi uni. AB tomon uzunligini toping. 75 ga 45 ni qo'shadigan bo'lsak 120, 180 dan 120 ni ayiradigan bo'lsak
Mana bu olmish gradus bo'ladi. Chunki ichki burchaklarga nisbatan 180 berish kerak-ku. Biz hozir sinuslar teoremasini qo'yib a buni topamiz. A buni x deb belgilab olaylik. Sinus 45 ni x ga nisbati, sinus 60 ni 12 ga nisbati. Sinus 45 izosi 2 taqsim 2 ni x ga nisbati, sinus 60 izosi 3 taqsim 2 ni 12 ga nisbati. Bu yerda ikkilar qisqaradi. Xo'sh, x barobar 12 izosi 2 taqsim izosi 3 irratsionaldan qutqarsak 12 izosi 6 taqsim 3 bilan 3 ga qisqartiramiz. 4 izosi 6 bilan. Xo'sh, bunda ham bu masalalarimizda ham chizma berilmagan. Masala shartiga ko'ra o'zimiz chizma chizamiz. A biz 3 burchak deyildimi? Ixtiyoriy A biz 3 burchak chizamiz. Mana A bu 6 ga teng. Mana bitta A, B, C deb harflarni kiritamiz. A buni 6 deymiz. A sini 4 izosi 3 deymiz. B A si mana bu 30 gradusga teng ekan. B C tomon uzunligi. Kosinus teoremasida ikkita tomon orasida burchak berilyapti, uchinchi tomon topilyapti-ku. X kvadrat teng 6 ni kvadrati plus 4 izosi 3 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 4 izosi 3 ko'paytirilgan kosinus 30. Kosinus 30 gradus. Demak, kosinus 30 gradus o'rniga izosi 3 taqsim 2 qo'yib, shu yerdan x ni o'zlaring tenglama aniqlab olasizlar. Demak, A biz 3 burchakda, bunda ham ixtiyoriy A biz 3 burchak chizamiz. B esa 6 ga teng. A B esa 6 ga teng. A esa 8 ga teng. A S B 60 gradus, A S B demak mana C burchak 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, A B tomon uzunligini aniqlaymiz. Mana x olamiz, bunga kosinus teoremasi tuzamiz. 6 ni kvadrat plus 8 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan kosinus 60. Demak, kosinus 60 da 1 taqsim 2 ga teng. Kosinus 60 o'rniga 1 taqsim 2 qo'yib, shu yerdan x aniqlab olamiz. Hisob kitob arifmetikasini o'zlaring qilasizlar. Bemalol, juda ham oson narsa. Uch burchakning tomonlari 6 va 12 ga teng bo'lsa, uch burchakning eng kichik burchagini toping. Ixtiyoriy A biz 3 burchak, mana tomoni 10, 12, 6 ekan. Demak, eng kichik burchak albatta mana bu burchak bo'ladi. Chunki kichik tomon qarshisida kichik burchak yotadi, kichik burchak qarshisida kichik tomon yotadi. Bir xil narsa. Kosinus teoremasini tuzadigan bo'lsak, 6 ni kvadrati teng 10 ni kvadrati plus 12 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan kosinus alfa. Shu yerdan kosinus alfani aniqlaysizlar. Mana bu o'zi 20 240 kosinus alfa bu tarafga plus bo'lib o'tsa, 240 ta kosinus alfa teng bo'ladi 12 ni kvadrati 144, 100 kvadrati 10 kvadrati 100, 244, 36 minus bo'lib o'tsa, 244 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, 208 bo'ladimi? 208. Xo'sh, kosinus alfa 208 taqsim 240. Misol uchun 8 ga qisqaradi menimcha. 8 ga qisqartirsak 26 bo'ladi. 26 na tepa past 8 ga qisqartirsak 30 bo'ladi. 16 ga ham qisqarar ekan. 13 taqsim 15. Bizdan nima so'ralgan? Eng kichik burchagining kosinusini toping degan. Alfani o'zini toping demak, kosinusini toping degan. Mana eng kichik burchagining kosinusi, ya'ni kosinus alfa 13 taqsim 15 ga teng bo'ldi. 52-chi, 53-chi misollarimiz ham xuddi shunaqa. Chizmasini chizib beraman, tenglamasini tuzib beraman. Hozir men qanday topgan bo'lsam, siz ham xuddi shunday qilib kosinus alfasini topasizlar. Bunda eng katta burchak so'ralibdi. Eng katta burchak eng katta tomon qarshisida yotadi. Demak, mana bu 9 bo'lsa, bu 15 bo'lsa, mana bu 18 bo'ladigan bo'lsa, eng katta burchak mana bu hisoblanadi. Demak, 18 kvadrat teng 9 kvadrat plus 15 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan kosinus alfa. Shuni kosinus alfani tenglama qilib topib olamiz. Bu yerda ham 53-misolda 9, 12, 15 ga teng bo'lsa, shu burchakning eng kichik burchagi so'ralibdi. 9, 15 ya 12 15 bo'lsa, unda eng kichik burchakni 9 ni qarshidagi burchak deb tanlaymiz. Unga kosinus teoremasi tuzamiz. 9 kvadrat teng 12 ni kvadrat plus 15 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan kosinus alfa. Shu yerdan kosinus alfani aniqlasanglar bo'ldi. 54-misolimizda A B uch burchakda A B 4, C B A 45. Shu shartga ko'ra chizma chiza olamiz.
Bitta ABC uchburchak chizib olaylik. AB 4 ga teng bo'lsin. Mana ABC desak, AB 4 ga teng bo'lsa, CBA. Mana bu burchak 45 gradus bo'lsin. ACB 30, ACB mana bu 30 gradus bo'lsin. Uchburchak perimetrini toping debdi. Bu shartga ko'ra biz hamma tomonda uzunligini topishimiz kerak. Endi bu 45 bo'lsa, 30 bo'lsa, jamsi 75, 180 ayirsak mana bu 105 gradus bo'ladi. 105 gradus bo'ladi. Uchburchak perimetrini topishimiz uchun hamma tomon uzunligini topishimiz kerak. Topamiz. Sinus teoremasi qilamiz. Buni x deymiz, y deymiz. Birinchi sinus teoremasini qo'llaymiz. Sinus 30 taqsim 4, sinus 45 taqsim y. Bunga ko'ra sinus 31 taqsim 2 ga teng, taqsim 4, sinus 45 ta izosi 2 taqsim 2 ga teng, taqsim y. Ikkilarni qisqartirib oladigan bo'lsak, proporsiya qilsak, y 4 izosi 2 ga teng bo'ldi. Y 4 izosi 2 ga teng bo'lsa, y 4 izosi 2 ga teng bo'lsa, kosinus teoremasi qilamizda. X topamiz. Sinus teoremasi qilib topsa ham bo'ladi bu yerda. Sinus teoremasi qilsa ham chiqadi. Qanday bo'ladi u? Mana sinus 30 taqsim 4, sinus 30 taqsim 4 teng sinus 105 x ga nisbatan. Sinus 105 gradusni x ga nisbatan. Sinus 30 1 taqsim 2 ga teng, taqsim 4. Sinus 105 gradus degani keltirish formulasiga ko'ra kosinus 15 gradusga teng bo'ladi. Kosinus 15 gradusimiz. Xo'sh, kosinus 15 gradusimizni yarim burchakka qo'yadigan bo'lsak, izosida 2 plus izos 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi, taqsim x. Shuni ham bilan qisqartirib o'tsak, x teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan izosi 2 plus izosi 3. Uchburchak perimetri x 4 ko'paytirilgan izosi 2 plus izosi 3 plus y nima chiqdi? 4 izosi 2 chiqdi plus 4. Uchburchak perimetri mana shunga teng ekan. Balki buni anaqa bitta izosi 2 ko'paytirib bo'ylab bundan ildiz chiqargan variant ham bo'lishi mumkin-da javobda. Mana misol uchun milliy sertifikatda shunaqa misol chiqib qoladigan bo'lsa, bundan ildiz chiqarish vaziyati to'g'ri kelib qolsa, ildiz chiqarib ham hisoblasanglar bo'ladi, agar sizlar chiqargan javob variantlarda bo'lmasa. 55-misolimizda AB ACga perpendikulyar deyapti ekan. Mana AB ACga perpendikulyar deyapti. Berilgan ma'lumotlar mana bu 20 gradusga beriladi, mana bu 90 ekan. Demak, qaranglar, mana bu yerda ikkita 90 gradus uchburchak bor-da. 60 bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, mana bu 30 bo'lishga majbur bo'ladi. Chunki ichki burchaklar yig'insi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Keyin narigi misollarimizni aytib o'tganman. 30 gradus qarshisida katet gipotenuzdan yarmiga teng bo'ladi. Mana bu 12 ga teng. Isbotlab ham berdim buni bir nechta misollarda. Bu 12 bo'lsa, bu 24 bo'lsa, mana bu 12 izosi 3 bo'ladi. Endi 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzdan yarmiga teng. Mana bu katet yuqoridagi to'rtburchakli uchburchakning bitta kateti, pastdagi to'rtburchakli uchburchak uchun gipotenuza vazifasiga kelyapti. 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzdan yarmiga teng. 12 izosi 3 bo'lsa, 6 izosi 3 bo'ladi. Mana bu x esa 6 izosi 3 ko'paytirilgan izosi 3, ya'ni 18 ga teng bo'ladi. Mana hozir men to'g'ridan-to'g'ri yozib ketyapman. Isbotini ham yuqoriga ko'rsatib beraman, qaranglar. Tangens 30 barobar deyman. Tangens o'rgatdim-ku. Qarshidagi katet 6 izosi 3 ni x ga nisbatan. Tangens 30 1 taqsim izosi 3, 6 izosi 3 taqsim x. Shunda x teng bo'ladi 6 izosi 3 ko'paytirilgan izosi 3, ya'ni 18. Biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa mana agar mana bunday narsada vaqtdan yutish usulida bu ham bir. Mana bitta burchak 30 gradus bo'lsa, bitta burchagimiz 60 ligi berilgan bo'lsa, qaysi tomon berilishidan qat'iy nazar. Mana misol 30 gradus qarshisi tomon A dedikmi? Bu 2A bo'ladi gipotenuza, bu katetimiz esa A izosi 3 bo'ladi. Mana shu narsani ham bilib qo'ygan yaxshi. Bu narsani narigi misollarimizda ham qo'lladik. Mana bu yerda mana 30 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, albatta mana bu 60 bo'ladi. Bu yerda ham mana bu 30 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, mana bu 60 bo'ladi. Ko'ryapmiz-a? Demak, mana bu yopishgan katet 6 izosi 3, mana A izosi 3, 6 izosi 3. Demak, mana bu 6 bo'ladi, mana bu 12 bo'ladi. Endi bu 12 bo'ldimi? Bu gipotenuza bo'lib qolyapti pastdagi uchburchak uchun. Bu yerda x 6 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'sh, 57-misolimiz.
57-chi misolimiz. Berilgan ma'lumotlar mana bu 4 ligi berilgan, bu 4 ligi berilgan, 60 lik berilgan. 60 bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, mana bu 30 gradus bo'ladi. Katta uchburchakning ichki burchaklari yig'indisini ko'ryapman-da. Mana bu 60 gradus bo'ladi. Albatta, mana bu 90 bo'lgandan keyin bu ham 90 bo'ladi. Endi 30 gradus qarshi katet gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi desak, mana bu hozir 7 uchburchak uchun gipotenuza vazifasi kelyapti. Bu 4 bo'lsa, mana bu 8 bo'ladi. Mana bu 4 ilzosi 3 bo'ladi. Mana yuqorida tushuntirib ketdim men buni. Nima so'ralgan bizdan? A b so'ralyapti, X so'ralyapti ekan. Endi xo'sh, tangins 30 ga qo'ysak ham bo'ladi. Tangins 30 x da mana bu jami b siga nisbati. B sining uzunligi 12 bo'ldi-ku. Demak, tangins 30 gradus x taqsim 12. Tangins 30 1 taqsim izosi 3 teng x taqsim 12. Proporsiya qilib olsak, x barobar 12 taqsim izosi 3. Irratsionalni toptirsak, bu 4 izosi 3 ga teng bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa 57 bilan bir xil. 60 bo'lsa, 90 bo'lsa, mana bu 30 ga teng bo'ladi. 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Mana bu 10 ga teng bo'ladi. Endi B dan C gacha bo'lgan masofa 12 ga teng bo'ldi. Katta uchburchak uchun tangins 30 x taqsim xo'sh 12. X taqsim 12 bo'ldi. Tangins 30 imiz 1 taqsim izosi 3 teng x taqsim 12. Bu ham xuddi shunday 12 taqsim izosi 3 irratsionalni toptirsak 4 izosi 3 ga teng bo'lar ekan. 59-misolimizda 90 ligi berilgan, 120 lik berilgan. 120 ni qo'shnisi albatta 60 bo'ladi. Chunki qo'shni burchaklar yig'indisi 180 ni berish kerak. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi ham 180 ni berish kerak. 60 90 bo'lsa, mana bu 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Mana bu 10 ga teng bo'lar ekan. Ana endi mana bu yerda x ni kosinus teoremasini topamiz. Xo'sh, kosinus teoremasini topadigan bo'lsak, x ni kvadrati teng 2 ni kvadrati plus 10 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus 120. Demak, kosinus 120 da minus 1 taqsim 2 ga teng. Joyiga minus 1 taqsim 2 qo'yib, shu yerdan x topib olasizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa chizma. 135 bo'lsa, mana bu 45 bo'ladi. Buni 90 ligini hisobga olsam, mana bu ham 45 bo'lishga majbur endi. Chunki uchburchak ichki burchaklarimiz 180 gradus bo'lishi kerak. Bu 8 bo'lsa, teng yon to'g'ri burchakli uchburchakligidan mana bu ham 8 bo'ladi. Endi 8 bo'lsa, bu 8 ilzosi 2 bo'ladi. Chunki ikkalasining kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng bo'lishi kerak. Bunga endi kosinus teoremasini oladigan bo'lsak, x kvadrat teng 8 izosi 2 ni kvadrati plus 7 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 8 izosi 2 ko'paytirilgan orasida burchak kosinus. Kosinus 135 gradus. Kosinus 135 gradusda minus izosi 2 taqsim 2. Joyiga minus izosi 2 taqsim 2 qo'yib hisoblab qo'yasizlar. O'zi mana shu adis geometriyasini tugatsanglar, bemalol sinus kosinuslar bar qiymatlarini yodlab olar ekansizlar. Xo'sh, endi bolajonlar, mana bu chizmaga qaraygan bo'lsak, 90 lik berilgan, 30 lik berilgan. Mana bu jami burchak 60 ni berish kerak. Mana bu yerga 15 ketadigan bo'lsa, mana bu yerga 45 qoladi. 45 bo'lsa 90 ligida mana bu 45 ligiga kelib chiqadi. Bizga berilgan ma'lumotlar B dan A siga nisbatini toping debdi. B dan A siga B dan A siga nisbatini. Xo'p, mayli. Mana buni B dan x deb oladigan bo'lsam, A b ham x ga teng bo'ladi, chunki teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Ikkita burchak teng bo'lgandan keyin mana bu ikkita yon tomon ham teng bo'ladi. Bunaqa uchburchak ko'rganmiz yuqoridagi misollarda. Endi 30 gradus qarshidagi katet katta A b uchburchak uchun 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Demak, A dan C gacha bo'lgan masofa 2x bo'ladi. Bizdan B dan A siga nisbati so'ralgan-ku. X 2x ga nisbati 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Javob 1 taqsim 2. Xo'sh, bu yerda ham xuddi shu narsa. Endi bu yerda C dan A b ga nisbati so'ralyapti. 30 bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, mana bu yerda katta burchak 60 bo'ladi. Jamisi 60 bo'lsa, 60 dan 15 tayyorsak, mana bu yerga 45 to'g'ri keladi. 45 bo'lsa 90 ligidan mana bu ham 45 bo'ladi. Biz hozir B tomonni x deb oladigan bo'lsak, mana bu ham x ga teng bo'ladi. Mana bu jamisi esa 2x ga teng bo'ladi. 30
oltmish 90 gradus uchburchak uchun B dan C gacha bo'lgan masofa x ilzosi 3 ga teng bo'lishi kerak edi-ku. Shu yerdan men endi DC ni topadigan bo'lsam, DC jami x ilzosi 3 dan x ni ayirib tashlashim to'g'ri keladi. X ilzosi 3 minus x ga teng ekan. DC. Mendan mana DC ni A ga nisbati so'ralgan. DC ni A ga nisbati x ilzosi 3 minus x taqsim AB. A mana x o'zi ekan. Yuqoridan x chiqarib olsam, ilzosi 3 minus 1 taqsim x qisqarib ketsa, ilzosi 3 minus 1 ga teng bo'lar ekan. 63-misolimiz. Bu yerda ikkita to'g'riburchakli uchburchak bor. A, Y, B ham to'g'riburchakli uchburchak, D, C, A ham to'g'riburchakli uchburchak o'quvchilar. Berilgan ma'lumotlar AY, mana bu AY 4 ga teng ekan mana bu. C da A alfa bo'lsa, mana shu alfani topishimiz kerak ekan bizga. Xo'sh, A esa 3 ga teng ekan mana. A dan C gacha bo'lgan masofa 3 ga teng ekan. Yuqorida B esa 5 ga teng ekan. Jamisi mana bu. Qaranglar. Mana bu alfa bo'lsa, mana buni beta deb oladigan bo'lsam, qaranglar. Alfa plus beta plus 90 180 berish kerak-ku. Ana bu yerda A, Y, B uchburchak uchun ham beta 90 bo'lgandan keyin mana bu alfa bo'lishga majbur. To'g'riburchakli uchburchak bitta burchagi umumiy bo'lganda, albatta mana bu ikkita burchaklar teng bo'lishi kerak o'quvchilar. Mana shu narsani hisobga olinglar. Bu alfa bo'ldimi, bu ham alfa bo'lishi kerak. Biz hozir alfani aniqlashimiz kerak. Shu yerda men hozir tangent alfadan foydalanaman. Tangent alfa qarshi katetni tangent emas, sinusdan foydalanamiz. Chunki qarshi katet bilan gipotenuza berilganda, sinus alfa qarshi katetni 4 ni 8 ga nisbati bo'ladi. Sinus alfa 4 taqsim 8, ya'ni 1 taqsim 2. Bundan alfa o'tkir burchak 30 gradusga kelib chiqadi. Sabab sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga tengda. 64-misolimizda ham xuddi yuqoridagi misolga o'xshash misol berilgan. Mana bu alfa bo'lsa, bu 90 bo'lsa, mana bu beta bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi A, D, B uchburchakka e'tibor beringlar endi. 90 beta bo'ldimi, mana bu alfa bo'lishga majbur. Chunki sabab alfa plus beta 90 to'ldiryaptimi? Bu yerda ham alfa plus beta 90 to'ldiryapti. Berilgan ma'lumotlar 6, 8, biz ham alfani aniqlashimiz kerak ekan. Bu yerdan sinus alfa 7 ni 14 ga nisbati. Qarshi katet 7, gipotenuza 14. 7 taqsim 14, 1 taqsim 2. Alfa bu yerda ham 30 gradusga teng bo'ladi. 65-misolimizda A esa 3 ga teng ekan. B esa A, Y 4 ga teng ekan. B esa 5 ga teng ekan. Shundan D, X ni aniqlashimiz kerak ekan. Bu hozir ixtiyoriy abs uchburchakka ikkita tomoniga balandlik tushirilganda. Balandlik tushirilgan. Mana qaraymiz. Mana bitta burchakni o'zini alfa deb olsam, alfa 90. Mana buni agar men beta deb oladigan bo'lsam-da, beta deb oladigan bo'lsam, hozir shu yerda alfa plus beta 90 ga teng bo'ladi-ku. Endi mana bu yerdagi C, D, A uchburchakka e'tibor qilinglar. Mana bitta o'tkir burchagi beta deb olingan bo'lsa, mana bu burchagi esa alfa bo'lishga majbur bo'ladi. Mana shu narsani ham hisobga olinglar. Mana bu yerda sinus alfa 4 ni 8 ga nisbati bo'ladi-ku. Sinus alfa 4 taqsim 8. Mana bu yuqoridagi C, D, A uchburchak uchun sinus alfa 3 ni 4 plus x ga nisbati bo'ladi. Sinus alfa 3 ni 4 plus x ga nisbati bo'ladi. 4 taqsim 8 1 taqsim 2 degani. Sinus alfalarni tenglashtiramiz. 1 taqsim 2 barobar 3 taqsim 4 plus x. Proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, 4 plus x barobar 2 3 6. Shunda x teng 2 lik kelib chiqadi. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa o'quvchilar. Mana bitta burchagini alfa deysizlar, buni beta deb oladigan bo'lsanglar, mana bu burchak alfa bo'lishga majbur. Sinus alfalarni tenglashtirasizlar. Demak, B ga A uchburchak uchun sinus alfa qarshi katet 6 ni gipotenuzaga nisbati 6 taqsim 12. Mana bu yerdagi DC A uchburchak uchun sinus alfa A sini gipotenuzaga, ya'ni 5 ni 6 plus x ga nisbati. 5 taqsim 6 plus x. 6 taqsim 12, 1 taqsim 2 bilan 6 ga qisqartirsak, 5 taqsim 6 plus x ni
1 taqsim 2 tenglashtirib shu yerdan x ni aniqlab olamiz. Mana bu yerda topib berganman-ku proporsiya. Xo'sh, endi mana bu yerda esa nimalar berilgan? AB AEga perpendikulyar. AB AEga perpendikulyar ekan 90 gradus ekanligini ifodalaydigan manaqa belgida bu. AB 3 ga teng aytilgan, AE 4 ga teng deyilgan. Xo'p, bu yerda nimalar berilgan? Bo'ldi. Mana bu biz kesishuvchi birinchi mavzularda o'tganman. Ikkita to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan vertikal burchaklar teng bo'ladi. Ya'ni mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa bo'ladi. Bu 90ligidan, mana bu 90ligidan bu to'g'ri burchakli uchburchaklarga kelib chiqadi. B yana x bo'ladigan bo'lsa, Pifagor teoremasi x kvadrat teng bo'ladi 3 kvadrat plus 4 kvadrat. 9 16 25, ya'ni x 5 ga teng bo'ladi. Bilamiz 3 4 5 Pifagor sonlari. Ularning mavzularida ham ko'rganmiz bu narsani. Mana bu yerdan kosinus alfa aniqlab olaman hozir. Kosinus alfa yopishgan katet 4 ni 5 ga nisbat 4 taqsim 5. Endi men kosinus alfa aniqlab oldim-ku. Bu yerda y desa ixtiyoriy uchburchak bu. X ni topishim uchun menga albatta kosinus teoremasiga ko'ra alfani kosinus kerak bo'lardi. Kosinus teoremasi degan bo'lsa x kvadrat teng 7 ni kvadrat plus 10 ni kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan O'rasiya burchak kosinusi. Kosinus alfa. Demak, kosinus alfani joyiga 4 taqsim 5 qo'yib, shu yerdan x aniqlab olamiz. Mana 49 plus 100 minus 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 4 taqsim 5 5 bilan qisqaradi. Hokazo, juda ham oson tenglama hosil bo'ladi. Mana bu yerda ham o'quvchilar mana qaranglar. O'sha 4 bo'ldimi? Mana bu 5 bo'ladi. Mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa bo'ladi. Kosinus alfa bu yerda 3 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Yuqoridagi uchburchak uchun kosinus teoremasini solamiz. X kvadrat teng 6 ni kvadrat plus 10 ni kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfani joyiga 3 taqsim 5 qo'yib yuborasizlar, tamom.